Hurmatli Balon Center mijozlari, yana bir Damas mashina olib qoldik. Bu Damas mashinamizga Gepormax'dan balon taqib beryapmiz. 175 ga 70 R12 sezonli disk zashitalari bor. Saramxon gulli, o saramxon bilan birga bir bu ham. Bemalol, bu ham 90 ming probeg yurib beradi. O'zini radnoy balonlarni eshib tashlayapmiz Green Max'dagi. Klientimizga narxlar cho'tki yoqdi. Xohlasa chiroyli qilib to'lovlarni o'ziga qulay tarafda qilib beryapmiz. Shunaqa xizmatlar bo'lsa, kelaverasizlar, ishlab turibmiz Balon Center Asaka. Biz Spark mashinasini olib qoldik Balon Center mijozlari. Bu Spark mashinamizga 185 ga 65 GoPro balon taqib beryapmiz. Sezonli disk zashitalari bor. Shu kuz tanlamaydi. 90 ming probeg indamay yurib beradi. Albatta razval balansovkasini inobatga olgan holatda. Narxlari zo'r, xizmatlari tekin. Shuni hisobiga klientlarimizga juda qulaylik bo'lyapti. Shunday xizmatlar bo'lsa, kelaverasizlar, ishlab turibmiz Balon Center Asaka. Damas mashinasini olib qoldik Balon Center mijozlari. Bu Damas mashinamizga ham Duratorundan 75 ga 70 R12 balon taqib beryapmiz. Duratorun 25-yilda ishlab chiqarilgan sezonli mayda tishli ajoyib balon. Xohlasa xizmatlari ham, balansировкалari ham tekin bo'ladi. Balon uстановка hammasi tekin bo'ladi. 70 ming 80 ming so'm o'yinlarga qoladi. O'zi oldin akamiz Kako balon yurgan, qaraydi. 40 ming kilometrda simi chiqib ketgan, qiyshayib ketgan. O'zimiz tavsiya qilib, xudo xolasa balon qo'yib beryapmiz. Ishlab turibmiz. Xizmatlar bo'lsa, kelaverasizlar Balon Center Asaka.